Fasadini ko'rib kichkina deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. 3 urvilli, 3,5 sotuvli uchastka katta hovlisi bor orqa tarafida ham. Videoni oxirigacha ko'ring, maza qilasiz. Kirishinglar bilan bitta katta hovl bo'ladi. Umumiy hisobda 5 ta sanuzeli bor. Hamma narsasi qo'yib berilgan sanuzeli. 3 urvilli bo'ladi. Hammasi to'pli pol qilingan binoyimizni. Bu yerda mana kislorod yaxshi aylanishi uchun orqa hovli tashab ketilgan kichkinagina. Bu yoq tarafda yana xonalari bor. Endi oshxonasini ko'rsataman. Rosa chiroyli chiqibdi oshxonasi ham, lekin qaranglar. Bu yerda mana katta orqa hovlisi bor. Endi ikkinchi etajini ko'ramiz. Bu videoni fasadi kichkina joyga chiroyli uy qurib bo'lmaydi deb o'ylagan tanishlarga jo'natib qo'ying. Ikkinchi etajiga ham chiqdik. Mana bu yoq tarafda yana bitta sanuzel bor. Bu yerda spanli bor. Ko'chaga qaragan. Ichida sanuzellar bor o'zini. Mana xonani abo'yi menga yomon yoqdi, lekin qaranglar. Endi uyimizning oxiridagi katta zaliga keldik. Xonani razmeri bilmayman, 5 ga 8 mi, 9 mi. Lekin rosa katta zal ekan, chiroyli lyustralar ham ilib qo'yishdi. Infratuzilmalari vobshe zo'r. Korzinka, metro 8-bekat, hojati milliy taomlari, maktab, bog'cha yaqin joyda joylashgan. Bu uchastkamiz Sergeli 2-massivda joylashgan. 160 ming so'rashyapti. Egalar nomerlarini qoldiraman. Rasmlari, lokatsiyalari Telegramimda bo'ladi.